Nega ba'zi kafellar 10 yil, 15 yilda ham yangidek turadi-yu, lekin ba'zilari esa 2 yildayoq eskirib ketadi. Birinchi sabab materialning sifati. Tashqi tomondan ikkita kafel bir xil ko'rinishi mumkin, lekin ularning zichligi, ishlab chiqarilishi va mustahkamligi mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sabab ayrim materiallar yillar davomida o'z ko'rinishini saqlab qoladi, ayrimlari esa tez tirnalib ketadi va rangini yo'qotib boshlaydi. Ikkinchi sabab, noto'g'ri joyga noto'g'ri materiallar tanlanadi. Masalan, odamlar ko'p yuradigan joyga oddiy kafel qo'yishadi. Natijada bir necha yil o'tgandan keyin eskirish alomatlari paydo bo'ladi. Har bir materialning o'z vazifasi bor. Uchinchi sabab, montaj sifati. Eng qimmat material ham agar noto'g'ri terilsa, uzoq xizmat qilmaydi. Vaqt o'tishi bilan choklar ochilishi yoki qarsillash yoki yorilish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun material tanlanayotganda bugungi ko'rinishiga emas, 10 yildan keyin ham qanday holatda bo'lishiga alohida e'tibor berish kerak. Chunki yaxshi keramogranit bu qimmat xarajat emas, sizga yillar davomida yaxshi xizmat ko'rsatadigan investitsiyadir. Kre sizga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi.